hozir hamma ikkiga bo'linib qolgan. Gips tegiga qildiraymi yoki puke tegiga qildiraymi? Hozir mutaxassisdan to'g'ri maslahat olamiz. G'ani xo'jaga, gips tegiga qildirgan yaxshimi, puke tegiga qildirgan yaxshimi? Kimga qanaqa? Endi pukeni plus tomonlarini aytaman. Endi gips misol yomonlamaymiz. Buni ham joylari bor, ishlatiladigan o'zini. Buni plus tomoni eng birinchi qulayligi montaji tez. Juda ham oson. Tez bitadi. Misol, uy egalarini o'zlari ham hozir yopishtirib qo'yishyapti, shuni usta bo'lib ketishdi. Qulay tomoni yopishtirish birinchi o'rinda. Keyin buni ham yana plus tomoni ustida mikrotreshina hech qayerga tushmaydi. Yorilmaydi. Yorilmaydi. Endi qachon yorilishi mumkin? Faqat stigidan uni ham o'zini maxsus klaylarni ishlatsa yorilmaydi u ham. Plus tomonlari shu afzalligi, ham ustalarimizga hozir qulay bo'lib qoldi, ham yengil. Katta misol 1 metrlik, 50-60 santimetrlik karnizlarni bemalol tepaga bemalol bir kishini o'zi qo'ya oladi. Gipsni uni ko'tarish olmaydi. Og'ir bo'ladi. Og'ir bo'ladi. Yana eng asosiy joyi narxi. Qaysi biri arzonroq tushadi yoki pashti bir xil chiqyapti gips bilan pukeni narxi. Garantiyasi qanaqa buni? Garantiya mahsulotimizga 10 yil garantiya beramiz. Paketiya ustidan ko'chmaydi. Xudo xolasa 10 yil garantiya beramiz. 30-40 yil bemalol xizmatingizni qilib beradi. Agar sizlarga ham shunaqa sifatli puketiyaga kerak bo'lsa, bemalol pastki nomerga telefon qilasizlar. Mana sexni o'zidan zakaz bersanglar bo'ladi, kelib olib ketsanglar bo'ladi. Farqi yo'q. Eng asosiysi narxlar juda ham hamyonbop. Gaplashsanglar ustanovkasini ham agar ichida qilib berishadi.